Harry meni kechirgan bo'lardi. Uylanganim uchun kechirmayapti. Meni qiynalishimni xohlayapti. Shu ahvolga meni u soldi. Shuncha vaqt o'tsa ham uni sevarkansiz-da. Sevaman. Uni esimdan chiqara olmayapman. Harry meni birinchi muhabbatim. U meni birinchi muhabbatim. Ha, tushunaman. Birinchi muhabbatni unutib bo'lmaydi. Ko'nglim aynayapti bor. Suv olib kel. Tur. Bor. Hozir. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Marhamat. O'zim borib komandir bilan gaplashdim. Iltimos qildim. 1-2 so'm jarimasini to'lab amallab olib chiqdim. Shunda ham qaysarlik qilib chiqmayman deydi. Men shu yerda qolaman deb janjal qildim. Chiqdilarmi? Ha. Chiqmay qayerga ham borardi? Ichki ishlar idorasi dam oladigan maskan emas. Men ham qamalganimda xuddi shunday bo'lgandim. Chiqmayman, men shu yerda qolaman desam, qo'limga xaltamni tutqazib chiqarishgan. U yerda quyosh bilan havo yo'qligini aytmaganida yaxshi suhbatdoshlar bor edi. Hamma ichkarini yomonlaydi. Birinchi marta sizdan yaxshiligini eshitib turishim. Boradigan joyi yo'q. Yo'lini yo'qotgan mendeklar uchun ma'qul joy edi. Chunki o'sha paytda onam ham meni tushunmasdilar. Qaynonam bilan erim butunlay yuz o'girishgandi. O'zim bilan o'zim qolgandim. Bilasizmi, yaqinda bir ma'lumot o'qib qoldim. Har 7-8 yilda inson hayotida o'zgarishlar bo'lar ekan. Yangi darajaga o'tilar ekan. Shunda insonlarning hayotiga yangi sinovlar berilar ekan. To'g'ri. Nodir akam bilan tanishib, oila qurganimizga 8 yil bo'lganda ajrashdik. Biz 8 yil